o'sha fasonlar tashlaydilar telegramga. YouTube'ga. Bunaqa uzunlikda yoqtirmaydi ham. Bakteriyken sonunda o'zing ham rosa yarashyapti. Mana atlas moda bo'ldi hozir. Yana qaytib kelyapti oldingilar. Materiallari ham, ko'ylaklari. Shuna qo'yib qo'yavering shu yerga. Cho'panchalarigacha sotyapti. Shunday. Assalomu alaykum qadri baland qadrdonlarim. Bugun 2025-yilning Zuhra bugun nechi chislo? 8 mi? 7 mi? Ha? 8-may sanasida sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan xursandman. Bugun mana yangi tovar qora paketimiz qolmagan ana dedilar. Anaqa chiqarmagan bo'lsak, birinchi. May sanasida sizlar bilan mana g'oyibona ko'rishib turganimdan xursandman. Bugun do'konimizga yangi tovarlar kelgan. Shularni sizlarga hozir reklama qilib ko'rsatmoqchiman. Keyin mana bu mana o'zim kiygan ko'ylakcha. Qanday turibdi, hurmatli kuzatuvchilar, yarashibdimi? Opam Zuhraga olib kiygan ekan, men kiyib ko'ray deb kiyib ko'rdim, menga yoqib qoldi. Nima deysiz, kiysam bo'ladimi? Kommentariyada yozib yuboringlar. O'zbekcha, o'zbekona poplin materiali. Keyin mana bu kostyum ko'ylakchalar kiygan. Mana buni rasvetkalari bor. Болотовый, молочный и коричневый ranglari. Kostyumlari yechiladi mana, ko'ylaklari mana bunaqa. Rosa chiroyli. Chuqur rangi. Keyin mana bu tagi plisrovkali. Rosa chiroyli bu ham. Keyin mana bu yoqda ham bor ko'ylaklar. Sen yotishga kelganmisan deyman-da bozorga Zuhra, charchab qoldingmi? Mana bu ko'ylaklar kiygan. Poplin bular ham. Poplin emas, Belmondo materiali. Kirishmaydi, hech narsa qilmaydi bular ham. Buni ham 3 xil rasvetkasi bor. Fistiyashka, korичневый, keyin mana nima deydi rangini? Oranjviy. Ismi chiqib ketadi ranglar. Keyin mana bunaqa futbolkalar kiygan. Mana bu mana toshlari Swarovski toshlari yaltiraydi mana. Fabrichniy. Toshlari to'kilib qolmaydi. Bundan o'zimiz ham kiyganmiz, hech narsa qilmaydi. Mana bu keyin serdichkali toshchali kiygan. Mana bu ham mana rosa chiroyli. Voy-o, yaltirlashini bularni. Bu ham chiroyli. Keyin mana bunaqa futbolka shortiklar kiygan qizlarga. Yubkalar kiygan, shimlar kiygan. Mana bunaqa yubkalar. Biram material, voy, tushib ketdi. Materiali zo'r. Mana bunaqa shalvarlar kiygan, xolodok. Mana bunaqa. Buni ham mana ranglari bor. Qora, коричневый, shokoladniy rang. Keyin mana bu uzuni. Buni oqi ham bor keyin. Oqi. Keyin mana bunaqa dvoykalarimiz kiygan. Bittasi yeng kalta, bittasi yeng uzunmi, Malika opa?
Qo'yib yuboradi. Ey xudoyim, ey mandaqa ko'p anavlar kiygan rubashkalar, shimlar bilan kiyishga rosa chiroyli. Mana bular kiygan. Boyagi mana bu yubkalar bilan juda chiroyli ketadi-da. Mana. Voy dod tushib ketdi. Mana bu bilan mana rosa chiroyli ketadi. Keyin mana bu oq bilan mana buni kiysa ham zo'r ketadi mana. Oq bilan. Bu bilan ham ketadi oq. Ketaveradi xullas. Malkapa? Malkapa? Ko'ylak narxi qancha? 230. Kostyumchalik ko'ylaklar narxi 230 ming so'm. Uzunligi fransuzskiy. Mana bu-chi oq to'rli, rosa chiroyli ko'ylak ekan-a. Malkapa? 250 mi? 250 ming so'm mana bu oq ko'ylakcha. Rosa chiroyli ekan. Ham ikki xili bor. Oldida boshqacharoq, bunisi mana boshqacharoq ekan. Mana bu anuvchi Malkapa to'rli. Bir 180 mingmi? 180 ming so'm ekan bu. Rosa chiroyli ekan. Buni shim bilan ham, yubka bilan ham kiysa chiroyli turaveradi. Hurmatli kuzatuvchilar. Mana bu-chi. Mana materialga ham hech narsa qilmaydi. Mana shunday shalvar kiyganman. 160 ming so'm ekan. Futbolkalar har doimgidaymi? 120 dan. Mana bu-chi futbolka shortik. 180 kelishtirib beramiz. Mana dvoyka bittasini yengi uzun chiqdimi? Ya o'zingiz bilib oldingizmi? Yo'q, adashtirdim. Bu qancha ekan? 220. 220. Pastida shalvari bor. Mana oldida buni ham toshi bor. Mana bu yubka ham kiygan. Voy! Tushib ketdi. Chiroyli. Hijobdagilar ham kiysa bo'ladi. Keyin boyagi shim olib ketdi, kofta olib ketmadi. Rubashkani sotganimiz. Qancha sotding? 120 ming. Keling, assalomu alaykum. Paxtakorimizda yomg'ir yog'moqda. Havo bulut, yomg'ir tashlayapti.